Xolid ibn Valid davrida bir muslima asiri bo'lib qolgan vaqtda Xolid ibn Valid Rumni qiroliga xat yozgan edi. Ey Rumni iti, eshitdimki seni qo'lingda bir muslima asir ekan. Agar uni musulmonlar yaqin joyga yetkazmasang, shunaqangi bir qo'shin bilan boramanki, sana askarlaring zino bilan, sharob bilan qay darajada rohatlanadigan bo'lsa, meni askarlarim Allohning yo'lida jon berish bilan rohatlanadi. Sana askarlaringni qonini ichish bilan rohatlanadi degan mazmunda xat yuborgan bo'lgan. Ana u vaqtdagi izzatni, musulmonlarning sha'nini qarang. Kunimizda bu musulmon opa-singillarimiz biz musulmonlardan foyda bo'lmagandan keyin mana bu tog'utlarga yordam so'rab murojaat qilayotgan holiga bir qarang. Bu tarsaklar aslida siz bizlar uchun ey birodarlar.